Assalomu alaykum. Bugun lavash pishiramiz. Uyda, uy sharoitida qilib ko'rsatib beraman lavashni. Bu magazinnikidan yupqa ham bo'ladi, keyin mazali ham bo'ladi. Mana hozir tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 3 piyola un, 1 piyola suv, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 choy qoshiq tuz. masalliqlarimiz shu. O'zi shu masalliqimiz hammasi yumshoq, yaxshi xamir bo'ladi. Un ham shu 3 piyola shundoq yetadi. Hammasi qo'shilmaydi ham, kam ham bo'lmaydi. Xamirni qorib olib, yumshoq xamir qorgandan keyin buni 10-15 minutga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Keyin xamirimizni bo'lib olamiz, zo'lachala qilib. 18-20 bo'lak kichkina zo'lachala bo'ladi. Yupqa qilib bularni hammasini bir tekisda yoyib olamiz. Ketma-ket. Yupqa qilib yoyib olganimizdan keyin mana o'rtadan sal balandroq olovda tovani qo'yib, qizib turgan tovaga ketma-ket solib, quruq tovani o'zida pishiramiz. O'rtacha hisobda 1 minutchadan ketdi bitta lavash xamiri pishirishga. Vaqtim 1 minutga yetmas balki. Birinchi solganimizda birinchi qavati, birinchi tarafini pishirish sal sekinroq pishadi, ikkinchi tarafiga o'girganimizda tezlashadi pishishi. Mana shunaqa qilib ketma-ketlikda pishirib, har bitta qo'ygan lavashimizning ustiga suv sepamiz. Suv yumshatib beradi. Mana har bitta qavatiga mana shunaqa qilib suv sepib chiqaveramiz. Ketma-ket pishirib, avval bir tarafini, keyin ikkinchi tarafini solib pishiraveramiz. Tayyor bo'lgan mana lavash xamirlarimiz tayyor bo'lgandan keyin bir yarim soatlarga mana selofan paketga o'rab tindirib qo'yamiz. Bu lavash xamirlarimizni yana ham yumshatib beradi. Mana tayyorlab ko'ringlar. Yumshoq, yaxshi mazali bo'lib chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.